omon-omon qo'shiqlar aytib, bola bo'lib keldingmi Navro'z? Aman aman yangi zamone, rashki yomon bizni yor bo'lsin amone. Men mehmon bo'lib kelsam, mana bu parazitlar menga mikrofon berib qo'yishibdi. Bu Mayichka, bu mikrofonmi? Mikrofon. Mana shunlar nimaga siz mikrofonda ayt topyapsiz? Malak boshida. Makka jo'xoriga o'xshaydi. Siz ham qo'shningizga bugun nimadir ilinib, ulashib chiqdingizmi? Yo'q deysizmi? Bo'ling tezroq, nimani kutyapsiz? Necha marta urishdinglar? Har kuni urishamiz. Voy, shunaqa ham Prikol. To'xtamurod akaga juda ko'zlaringizni qisib boshqacha turuvdingiz. To'lik meni aldadi. Men ham otani uylantirganman, bilasiz o'zingiz. O'shandan keyin 30 yil yashadilar. मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां है मेरे ज़ोहर जबी Yurtdoshlar, bu oshni yemayapsizlar. Bu dunyoga kelmayapsizlar. To'g'ri. Saksonda ham sevish mumkin qiz sanamni, muhabbatsiz axir qanday yashash mumkin? Baxtli bo'laylik, joni kampir bo'lib yuraylik. Kelasi yillari ina shunday Navrozlarga, Badrushka, Aminachka nasib etsin hammamizga. ZOTV telekanalidan yiroqlashmang, chunki faqat zo'r dasturlar ZOTV telekanalida. To'xtamurod aka. To'xtamurodjon? Yo'q-e? Ne qarab yotdi? Bobur aka. Azizlar, bu bayram hazili edi. To'xtamurod aka yoshardi. Yo, Bobur Bobomurod biz bilan. O'zi yosh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'ngliga bayramlar sig'ayotgan, ko'ngliga hazillar sig'ayotgan aziz yurtdoshlar, barchangizga bayramlar, Navruzlar muborak bo'lsin. Ha, adashmadingiz. ZOTV telekanalining Yor dasturining maxsus soni Navruz olam bayramiga bag'ishlangan maxsus soni efirda. Assalomu alaykum azizlar. Har doim, har kuningiz bayram bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar. Yurtimizda hamisha yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Xush ko'rdik. Bobur aka xafa bo'lib qolmadingiz-a? To'xtamurod akam yoshlariga yetdik. Ha, endi Omina Pahlovi hamma hayron qolishi mumkin. To'xtamurod akam qani deb, ular ayni damda gastrol safarlarida bo'lganliklari uchun ham shu insonni yaxshi ko'radigan, chidakkan bir insonni topdik. Xo'sh, Omina opa. Demak, ayni damda biz Yor dasturini boshlashdan oldin aytaylik, nechta to'yimiz bo'ldi? 1030 ta. 1032 ta to'yimiz bo'ldi azizlar. Ha, ikkitaga adashdingiz. Demak, Yor dasturining Navruz olamga bag'ishlangan soni efirda. Bizdan yiroqlashmang. Birga bo'ling. Qora ko'z boy boy, ola ko'z boy boy, qora ko'z boy boy, ola ko'z boy boy, qora ko'z boy boy, ola ko'z boy boy, qora ko'z boy boy, ola ko'z boy boy.
sevgi bor, yo'qdir davonay. Farg'onaning yo'llari ravon ravonay. O'rtamizda sevgi bor, yo'qdir davonay. Bir ayriliq bo'lur juda yomon yomonay. Rashki yomon bizni yor bo'lsin amonay. Aman amonay, yangi zamonay. Rashki yomon bizni yor bo'lsin amonay. Aman amonay, yangi zamonay. Rashki yomon bizni yor bo'lsin amonay. Juda yomon yor yo'liga boqib qolishlar. Amon bo'lsin sevishgan yigit va qizlar. Juda yomon yor yo'liga boqib qolishlar. Amon bo'lsin sevishgan yigit va qizlar. Sevdim degan so'zni siz pinhon tutinglar. Sevgi bilan go'zaldir butun jahonay. Aman amonay, yangi zamonay. Rashki yomon bizni yor bo'lsin amonay. Aman amonay, yangi zamonay. Rashki yomon bizni yor bo'lsin amonay. O'zlariga bino qo'yib nozli yurishlar. Oshig'ini bag'rini ezib o'tda yoqishlar. O'zlariga bino qo'yib nozli yurishlar. Oshig'ini bag'rini ezib o'tda yoqishlar. Bir-biriga yetishsa oshiq ko'ngillar. Zavqqa to'lib o'ynasa yayrasa dillar. Aman amonay, yangi zamonay. Rashki yomon bizni yor bo'lsin amonay. Aman amonay, yangi zamonay. Rashki yomon bizni yor bo'lsin amonay. Aman 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 bo'lsin aman. Rashki yomon. Aman amonay, yangi zamonay. Rashki yomon bizni yor bo'lsin amonay. Aman amonay, yangi zamonay. Rashki yomon bizni yor bo'lsin amonay. Bobur aka bularni esladingizmi? Albatta, ko'rsatuvda ko'ruvdik. Yor ko'rsatuvida ko'rgansiz. Adashmasam 377-sonda baxtli yoshlar Bobur aka. Ishonasizmi? Mana shularning muhabbatiga meni havasim keladi. Sodiqa, bugun qanday yashayapsizlar? Xudoga shukr, yaxshi, tinch. Bir-birimizni hurmat qilamiz. Necha marta urishdinglar? Urishdik, har kuni urishamiz. Voy, shunaqa Prikol. Постоянно. Ular yoshiga endi qaytgan. Endi qaytgan Bobur aka. Qilinmagan sho'xliklar, bir-biriga arazlar, nimalar, nozlar. Yo'q, menimcha bularni bilasizmi? Mana shunday yashashiga sabab aqli kirgandan keyin urishdanchi bezor bo'lsa kerak-da odam, ha? Shunaqa emasmi Sodiqa? Bir-biriga qadriga yetib. Abdumajid akam shu bir nima yaxshi hislatlari bor. Magazinga borsalar, vaflimi, shokoladmi, xudo o'zlarining bolalariga nima mehrlari ko'p-da. Qilib olib keladilar. E'tiborlilari kuchli. Aha. To'g'risini aytadigan bo'lsak, endi psixolog bo'lsalar ham sizni qanchalik o'rganganlarini bilmayman-ku, lekin siz nazarimda Saodat fanlari doktori bo'lib ketdingiz-a? To'g'ri. Psixologga yashash qo'shmasda endi. Sezaman akam shu ha deb yangamga qo'shilyapti dedi aka. Lekin bizani o'zimizda ham bor psixologiyadan oz-moz bo'lsa. Unda ikkita psixolog yashash oson bo'lsa kerak. Insonlar bilan ishlagan odamda bo'ladi bu narsa. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu ayni damda sizlarni bayram oqshomida ko'rayotganlar bo'lsa, nima degan bo'lardinglar o'zi? Menimcha yolg'iz yashash yaxshi narsa emas-a? Yo'q. Yolg'iz yashash faqat eganga. Aha.
sizlar yaxshi tashabbus ko'rsatgansizlar, xudo xolasa. Rahmat nima qilganingizga. Yaxshi ham shu yor ko'rsatuvi bor. Hamma mehrli bo'lsin, ota-onasiga, aka-ukasiga, bolasiga, g'am tashish hammaga. Atrofdagilarga nisbatan hammaga mehrli oqibatli bo'lsin. Sizlar ham ilohim doim baxtli bo'linglar. Hech qachon muhabbatinglar so'nmasin. Bobur aka, biz sizni bejizga taklif etmadik bayram dasturimizga. Nazarimda yolg'izlik haqida va insonni o'zi bilan o'zi qolgandagi ichki botiniy olamdagi muhabbat haqida sizdan ko'ra ko'p yozgan shoir bo'lmasa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu muhabbatni hech qachon so'nmasligi uchun nima qilish kerak? Va albatta bayram atrofida muhabbat haqida she'r. Endi avvalo yor ko'rsatuv haqiqatda endi har kim har xil gapiradi, lekin yor ko'rsatuv bari o'z o'rnini topdi, bejizga emas va xalq orasida mehrga, muhabbatga. Lekin oson bo'lmadi Bobur aka. Bilaman, e'tiborga sazovor bo'ldi. Ana yoshlarimiz endemizda, yoshlarimiz baxtli bo'lsin, doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Chunki men ham otamni uylantirganman, bilasiz o'zingiz. Onam yosh ketdilar, otam o'shandan keyin 30 yil yashadilar. Duolar qilib. Men otamdan ham, ayamdan ham hozir juda roziman. Chunki otamga qaradilar. Shuning uchun bunaqa savdoda endi bu. Turmush savdosi. Shuning uchun yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Ko'ngillarda muhabbat ketmasin. U muhabbat yosh tanlamaydi, bilasiz-ku. Billur ilib zar poyondoz to'shash mumkin, durlaganda tansiq taom oshash mumkin. Odam qilgan ishni odam uddalar-ku, muhabbatsiz faqat qanday yashash mumkin. Ko'ksingdagi kesak emas, yurak bo'lsa, inson degan kimgadir sal kerak bo'lsa, bu hayotda yashashdan bir tilak bo'lsa, muhabbatsiz ayting qanday yashash mumkin. Tosh bo'lsa ham mehr ko'rsa ketkay uyib, oshiq ko'ngil o'z yoriga yetkay suyib, sevmas bo'lsa inson umri o'tkay kuyib, muhabbatsiz bilmam qanday yashash mumkin. Nasib etsa, taqdir etsa, yigit menga 100 samanni, yosh o'tdi deb sovutgaymi kuz tanamni, 80da ham sevish mumkin qiz sanamni, muhabbatsiz axir qanday yashash mumkin. Muhabbatsiz qanday yashash mumkin. Rahmat. Qara yana yor ko'rsatuvga muhabbatxonim mos kelgan. Muhabbat otida bu ham bir ilohiy bir belgi bu ham. Rahmat Bobur aka. Rahmat. Demak, yana bir marotaba mehmonlarimizga xush kelibsizlar deymiz. Biz esa ayni damda bizni tomosha qilayotgan diydalaringiz dard ko'rmasin va hamisha xonadoningizda muhabbat hukmron bo'lsin deymiz. Bayram dasturimiz esa davom etadi. Qoshlari qalamdir azal bittasin sevib qolib yuribman mana malamdan. O'zbegim qizlari go'zal hammadan, bu chiroy meros azal bittasin sevib qolib yuribman mana malamdan. Bay jahan go'zalim go'zalsiz aydalam, bay rostdanam hoy hammadan asal o'zingiz. Hay shoshilmang, manzilingizni ayting yoz bolang. Bay aylanay, sovchi qo'yib senga o'zim o'ylanay. Sevishganlar qo'lishib to'yga shoshildi. Biz ham baxtli bo'laylik, jonni kampir bo'lib yuraylik. Bahor kelib chamam bo'lib gullar ochildi. Sevishganlar qo'lishib to'yga shoshildi. Biz ham baxtli bo'laylik, jonni kampir bo'lib yuraylik. Bay jahan go'zalim go'zalsiz aydalam. Bay rostdanam hammadan
masal o'zingiz. Hay 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 shoshilmang, manzilingizni ayting yoz bola. Bay 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 rostlanam, sovchi qo'yib senga o'zim o'ylanay. Güzelsiz aydanam, bay 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 rostlanam, hammadan masal o'zingiz. Hay 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 shoshilmang, manzilingizni ayting yoz bola. Bay 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 rostlanam, sovchi qo'yib senga o'zim o'ylanay. Bayram dasturimiz davom etadi azizlar. Bayramni, Navro'zni ayniqsa folklor dastalarisiz va albatta bizning o'zimizning qadimiy qo'shiqlarimizsiz boshlasa bo'larmikin? Yo'q, bo'lmaydi. Eshitgingiz bormi? Eshikimiz bor-da. Bo'lmasam biz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Hurriyat xonim Isroilovadan bir ajoyib dilkash Navrozona bayrambob qo'shiq tinglaymiz, marhamat. Aman ya. Osmondagi uch turg'aya aman ya. Uchalasi ham birdagi aman ya. Shul zamonning qizlari aman ya. Ochilgan qizilgulga aman ya. Jonapam toshali opam aman ya. Sari shirin so'zingdan aman ya. Men mehmon bo'lib kelsam, mana bu parazitlar menga mikrofon berib qo'yishibdi. Bu Mayichka, bu mikrofonmi? Mikrofon. Mana tushunmadim, nimaga siz mikrofonda ayb topyapsiz? Malak boshida. Makka jo'xoriga o'xshaydi. Nima? Yaxshi, Makka jo'xorini yeysiz. O'xshatgan narsangiz. Endi
ko'zimga shunday ko'rinyapti, zreniya. Sumalakka qarang. Bering meni kavlay. Qattiq qo'l. Hop. Oy, qanday chiroyli. Shokoladniy bo'libdi. Oh, hidlari qanday yaxshi. Kelasi yillari ina shunday Navrozlarga, sumalaklarga yetib yurish. Podrushka Aminочка, nasib etsin xonamizga. Bayram muborak bo'lsin, yurtdoshlar. Qanday yaxshi. Ey, Abu Muhammad. Menga mana shu sumalakdan 4 litr berasizmi, qolganini qolganlarga bo'lib berasizmi, qarasho. Xo'p bo'ladi. Mana kavla. Alfiya xola. Xo'sh. Bu o'tgan gal esingizda bo'lsa, Osiyo Grandda to'y bo'lgan paytda, bu To'xtamurod akaga juda ko'zlaringizni qisib boshqacha turdingiz. Nima bo'ldi? Ko'zimni qisganim bilan foydasi bo'lmadi. Bugun endi To'xtamurod yo'q bo'lgani uchun shu. U to'lik sizlarga ham tushdingiz-ku. To'lik meni aldadi. Aka, ayollarni aldash yaxshi emas. Men o'zi shu to'lik uchun kelgan edim. Xudo. Xo'p, siz o'zingiz hech sumalak solganmisiz? Solganman, juda ham kam solganman. Lekin men ko'p yeganman sumalak. Asosiy ishni qilar ekansizda. Solamiz sumalak, lekin voy shunday. Muhabbat o'shan uchun 4 kilo deyaptilar-da. Shu. 4 litr menga mana Xuriyatga 2 litr qolganlarga bir piyoladan yetadi. Ana bo'lmasa, yalasa ham bo'ladi. Mehnatni qilgan kim? Uni hammasini qo'parib olib ketadigan kim? Xo'p, Alfiya xolajon, siz kirgan davrlarda-chi? Bu qish bo'lsa ham bahor bo'ladi-da, darrov. Menga qarang. Ana bitta o'sha qo'shiqlaringizdan boshlang, biz hammamiz o'ynaymiz. Bas qizim ay pipe, sen basmasang men basam. Bas qizim ay pipe, sen basmasang men basam. Sening basqan qizlaringda menda ketere basam. Sening basqan qizlaringda menda ketere basam. गोली से जाके रखना हाँ बस हाँ बस हाँ बस हाँ बस हाँ बस ओय 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 मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान शोहिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं ये शोहिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं दिलों को जीतना कफन जो तुझ में है कहीं नहीं मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां है मेरे ज़ोहर जबी तुझ मालूम नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान है मेरे ज़ोहर जबी तुझ मालूम नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान Osmon toza, osmon musaffo. Ona quyosh buncha dilafruz. Omon qo'shiqlar aytib, bola bo'lib keldingmi Navruz. Qarang, inson xuddi bolaga aylanadi-da, to'g'rimi? Bayram bo'lsa, inson o'zidan o'zi yosharib ketadi. Uyingda farzandlarni ko'rasan, navara evaralarni ko'rasan-da, o'zing ham shularning qatorida yosharib, o'yinga tushasanmi, she'rlar aytasanmi, birdan yoshliging esingga tushib qoladi-da. Albatta, bu bahorni biz rosa boshqacha kutdik, sog'inib kutdik. Bu bahorga yetganlar bor, yetmaganlar bor.
hamisha shu bahorlarimiz doim shunaqa go'zal o'tsin, yaxshiliklar o'tsin va albatta yor-yorlar bilan o'tsin. Albatta, aytganingiz kelsin. Bayram dasturimiz davom etadi. Tog' toshni gul qilgan, 2 yoshni bir qilgan. Assalom, kelin salom, yaratganimizga salom. Elda o'ziz asli, har so'zlari e'tiborli. Assalom, kelin salom, yurtboshimizga salom. O'ng yuzida holi bor, tillarining boli bor. Assalom, kelin salom, zo'r va ijodkorlariga salom. Azizlar, bayram dasturimiz davom etyapti. Omin opa, yoshlik chog'laringizni Nasib opam bilan hozir eslab turganingizda qulog'imga chalindi. Umuman sizlarning bolaligingizda Navruz qanday nishonlanar edi? Ominaxon, qanaqa bo'lardi? U Navruz butunlay esdan chiqmaydigan darajada edi-da. Endi yillar davomida yangi an'analar, yangi bir talablar qo'shilyapti bizga davrimizda. Nasib opam bilan biz qo'shni edik 13 ta. Bir-birimizni juda yaxshi, farzandlarimiz bir-birini yaxshi bilardik. Xullas, yaxshi kunlarda ham, yomon kunlarda ham, yomon kunlarda ham, yaxshi kunlarda ham birga bo'lganmiz-da. Qo'ying, yomon kunlarni eslamaymiz. Bugun bayram. Qanaqa taomlarni yaxshi qilib qo'ni-qo'shnichilikda chiqazardilar yoki Nasib opam? Ana o'rtoqlar, hozir sirlar ochiladi. Men cho'zma lag'monni yaxshi ko'rardim, chiqazardim. Demak, siz cho'zma lag'monlarni yaxshi ko'rgansiz. Meni oshimni yaxshi ko'rardilar bular. Juda ham yaxshi urf-odatinglar bor ekan-a. Demak, siz cho'zma lag'monni yaxshi cho'zasiz, Nasib opam oshni yaxshi cho'zadilar. Oshni yaxshi damlaydilar. Azizlar, sizchi? Siz ham qo'shningizga bugun nimadir ilinib, ulashib chiqdingizmi? Yo'q deysizmi? Bo'ling tezroq, nimani kutyapsiz? Chunki qo'ni-qo'shnichilik ham juda katta bir odamgarchilik. Xo'sh, ustoz, bo'lmasam keling. Sizni ayradamda sog'ingan, sizni chin dildan kutayotgan muxlislaringiz bor. Voy, ana, ekran yulduzi malikasi chiqdi deydiganlar bor. Marhamat, chiroyli bir tabrigingiz o'zingizga xos. Muhabbatoy, Ominaxon taklif qilganinglar uchun sizlarni ham mana shu sermashaqqat, lekin savobli ishlaringizga kattadan-katta muvaffaqiyatlar tilayman. Tomoshabinlarimizni, sizlarni bugungi milliy bayramimiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo xursandchilikda yuringlar. Yar qitmas qora ko'nglim naqilsada. Osmonda oy bilan kun barq ursada. Dunyoda menga sira sendek yor yo'q. Senga yor mendan ortiq topilsa-da. Sho'rlik oshiq sarg'aysa, sog'insa-da. Yor ahdi paymonidan yanglishsa-da. Chidaydi rozi bo'lib yor jabriga. Shafqatsiz mazax qilsa, xo'rlasa-da. Iloyim hech qachon hech kim bir-birini xorlamasin. Doimo mana shu ko'rsatuvlaringizda chiroyli o'tsin. Doimo sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Bizda esa bayram dasturimiz davom etadi. Ha, azizlar, Zo'r TV telekanalidan yiroqlashmang. Chunki faqat zo'r dasturlar Zo'r TV telekanalida. Acha, acha, acha.
a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। तो झूमो तो नाचो, अब मेरे साथ नाच go. I am a disco dancer. I am a disco dancer. कहते हैं मत भी घाता था जब बोल पाता नहीं था। ये पाँव मेरे तो तब भी थिरकते थे जब चलना आता नहीं था। नगमों की मस्ती है मेरी जवानी में, है डांस मेरे लहू की रवानी में। यहाँ मेरी हार, यहाँ मेरी जीत, यही मेरे गीत। तो झूमो तो नाचो, हम मेरे साथ नाचो go. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Demak, bayram dasturimiz davom etyapti. Biz esa hamma sog'inib, xonadonda kutadigan va har bir inson ham orzu qiladigan osh amirini sizish niyatdamiz, Salimjon? Osh amiri bu amirlar uchun tayyorlangan osh. Maxsus Ibn Sino tavsiyasi bilan bo'lgan osh bu. Ikkalamiz tayyorladik, lekin bugun tan oling endi, men soldim-ku guruchlarni. Siz soldingiz, mana go'shtlarni ham rosa go'sht solibsiz, yaxshi ko'rgansiz. Go'shtni. Mana Alfiya ham keldilar. Amir ash qanday yaxshi. Menga ham berasizlar. Bilaman-da, chunki bu osh Hidi keldimi? Hidlari. Burningiz juda yaxshi ishlar ekan-a? Yaxshi ishlaydi. Hid bilishim yaxshi. Menga bir 2 kilo bersangiz bo'ladi. Buningizga yarim kilo ham sig'maydi-ku. Bu hozir yeyman. Spesial. Alfiya xola, eshiting, oshni kim yegan buni? Amirlar uchun maxsus tayyorlangan osh. Nima? Amirlar yeganda Alfiya yemaydi-mi? Davaychi, salomlar yeymiz. Osh amirini xislati haqida 2 og'iz gapiring. Osh amiri bu Ibn Sino tavsiyasi bilan bo'lgan. Mana bilalar Bobur aka, 1 kilo yesangiz ham yarim soatda hazm bo'ladi. Shunisi bilan Alfiyaxon, mazza yurarkan. Menga mas ekan, menga mas ekan. 2 kilo yeyman debdilar, 4 kilo. Hechgacha bemalol 2 kilo yesam bo'ladi. ham mis qozonda tayyorlanishi ekologichеский tozaligi uchun mis qozonda tayyorlanadi. Maxsus mis qozonda. Azizlar, e'tibor bering, mis qozonda tayyorlangan. Qozon ham zaharlanmaydi-da bu. Zaharlanmaydi, har xillardan toza. Qovurilmaydigan osh. Faqat dimda pishadi. Yurtdoshlar, bu oshni yemabsizlar. Bu dunyoga kelmabsizlar. To'g'ri, tez olib keting. Demak, azizlar, ko'p ham mushtoq qilmasdan Bobur aka, biz ham osh yeymizmi? Marhamat. Bahar keldi elimga, shodlik to'ldi ko'nglimga, qaldirg'ochlar chugurlab, rizq ulashar yurtimga, uyimga, qaldirg'ochlar chugurlab, rizq ulashar yurtimga, uyimga. Yozar jonlanib, qir adirda qo'zilar, sakrashadi shodlanib, qir adirda qo'zilar, sakrashadi shodlanib, bahor
Çıkarı sevinip, sevinip, sevinip Mahşum uçavir, uçavir, uçavir Gençliğimiz uçavir, uçavir, uçavir Mahşum uçavir, uçavir, uçavir Gençliğimiz uçavir, uçavir, uçavir Azizlarim, Navruz bayramingiz muborak bo'lsin. Xonadoningizga tinchlik, osoyishtalik tilaymiz. Har kuningiz Navruz bo'lsin. Har tuningiz Navruz bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling.